Siz buni har kuni qilasiz. Kassaga kelasiz, qahva, saqich yoki bir shisha suv olasiz. Kartani tekkizasiz va summaga ham qaramaysiz. 100 rubl. Siz uchun bu axlat, cho'ntagingizda jaranglaydigan yoki divan yostiqlari orasida yo'qolib ketadigan mayda pul. Siz shunday deb o'ylaysiz. 2026-yilda 100 rubl nima bo'libdi? Bu pulga normal sendvich ham olmaysan-ku. Va aynan shu paytda siz hayotingizdagi eng katta moliyaviy xatoni qilasiz. Siz mayda pulni mensimaysiz. Siz boylik, meros tushganda yoki lotereyada yutganda keladi deb o'ylaysiz. Ammo matematika buning teskarisini aytadi. Siz mo'jiza kutayotganingizda mana shu mayda-chuyda sizdan millionlarni o'g'irlaydi. Bugun men kalkulyator bilan sizga arzon bir piyola qahva narxi qanday qilib sizni qarilikda boqishi mumkin bo'lgan kapitaldan ajratib qo'yayotganini isbotlab beraman va nega kichik summalarga bo'lgan bepisandligingiz, iste'mol tizimi aynan shunga tayanib yashashini tushuntiraman. Aloqada Invest Mushuk. Bu kanalda biz pushti ko'zoynakni yechamiz va moliyaviy tizimga illyuziyalarsiz qaraymiz. Biz muvaffaqiyat va tez boyish ertaklariga ishonmaymiz. Bu yerda tizim bizni qanday sogin sigirlarga aylantirayotgani va oddiy mantiq hamda vaqt yordamida bu qafasdan qanday chiqish mumkinligi haqida gapiramiz. Bu videoda biz kichik qadamlar sehrini tahlil qilamiz. Nega miyangiz 100 rubl yigishni xohlamaydi? Murakkab foiz aslida nima? Spoiler, bu 8-mo'jiza. Va hatto maoshingiz kulgili tuyulsa ham, axlat xarajatlarni real kapitalga aylantirish strategiyasini beraman. Bu video kayfiyatingizni buzishi mumkin, lekin kelajagingizni saqlab qoladi. Keling, rostini aytaylik, nega siz investitsiya qilmayapsiz? Eng ko'p eshitadigan bahona. Menda pul yo'q. Mushuk, men 40 ming olaman, ovqatga zo'rga yetadi. Qanday investitsiya? Million topa boshlasam, shunda boshlayman. Bu yolg'on. Bu sizga dangasa miyangiz sotayotgan o'zini o'zi aldashdir. Agar million topsangiz, million sarflaysiz. Xarajatlar har doim daromad darajasigacha o'sadi. Bu Parkinson qonuni. Muammo maosh miqdorida emas. Muammo kichik narsadagi potensialni ko'rmaslikda. Kuniga 100 rubl nima? Oyiga 3000 rubl. Ko'pchilik hozir kuladi. 3000 nima qiladi? Men bu pulga bir marta restoranga boraman. Bu kambag'al odamning fikrlashi. Hozir va shu zahoti sarflash kategoriyasida o'ylaydi. U 100 rublni shokolad sifatida ko'radi. Boy odam esa 100 rublni pul daraxti osadigan urug' deb ko'radi. Tizim bizni pulni qadrsizlantirishga o'rgatdi. Inflyatsiya, marketing, hammasi qichqiradi, tezroq sarfla. Va siz sarflaysiz. Olib ketiladigan qahva, ko'rmaydigan obunalar, avtobus o'rniga taksi. Siz byudjetingizni har kuni 100 rubldan unitazga oqizasiz, keyin esa davlat sizga qarzdor deb shikoyat qilasiz. Endi sehrni yoqamiz. Kalkulyatorlarni oling. Tasavvur qiling, siz qahva sotib olish o'rniga shu 100 rublni yigasiz. Oyiga 3000, yiliga 36 ming rubl. Kam deysiz. 10 yilda atiga 360 ming. Hatto lada ham olmaysiz. Agar pulni matras ostida saqlasangiz, inflyatsiya hammasini yeb qo'yadi. Lekin biz investitsiya haqida gapiryapmiz. Murakkab foiz haqida. Faraz qilaylik, bu 3000 rublni oyiga Rossiya kompaniyalari aksiyalariga yoki obligatsiyalarga o'rtacha 15% yillik daromad bilan investitsiya qilamiz. 10 yildan keyin sizda 360 ming emas, taxminan 800 ming rubl bo'ladi. 20 yilda 4,5 million rubl. Oylab ko'ring. Siz hech qanday qahramonlik qilmadingiz. Faqat kuniga bitta keraksiz xarajatdan voz kechdingiz. 30 yildan keyin esa stulni mahkam ushlang, bu deyarli 20 million rubl. Havodan paydo bo'lgan 20 million. Bugun siz mensimayotgan o'sha mayda puldan. Bu pulga kvartira olish yoki dividendlar hisobiga yashash mumkin. Bu sizning qahvangiz narxi. Siz ozodligingizni yeb-ichib yuboryapsiz. Qurtumlab, sizda savol tugiladi. Mushuk, 30 yildan keyin bu 20 million baribir tiyin bo'ladi-ku, inflyatsiya bor. Ha, inflyatsiya bor. Lekin aktivlar joyida turmaydi. Bizneslar, aksiyalar inflyatsiya bilan birga ishlaydi. Sberbank, Lukoil, Magnit, ular narxlarni oshiradi va foyda ham inflyatsiya bilan birga oshadi. Sizning asosiy dushmaningiz inflyatsiya emas. Asosiy dushman sabrsizlik. Siz hammasini hozir va darrov xohlaysiz. Sizga muvaffaqiyat manzarasi sotilgan, katta kvartira, yangi mashina. Hech kim sekin boyishni xohlamaydi. Shuning uchun odamlar piramidalarga kirib, oxirgisini yo'qotadi. 100 rubl siri, bu intizom. Bu zerikarli. Har kuni 100 rubl yegish, bu rutina. Lekin aynan rutina togonlar quradi. Sizga vaqt kerak. Agar 20 yoshda boshlasangiz, 40 ga kelib boy bo'lasiz. Agar 40 da boshlasangiz, qarilikda sizda kapital bo'ladi. Hukmga o'xshagan qashshoq pensiya emas. Nazariya yetarli. Hozir nima qilish kerak?
Birinchi, ozi qora tuynukingizni toping. Kimdir chekadi, kimdir snaklar oladi, kimdir keraksiz obunalarga to'laydi. Shu 100 rublni toping. Ikkinchi, buni zerikarli qiling. Avtomatlashtiring. Bank ilovasida avtomatik yechib olishni sozlang. Bank har kuni ozi 100 rublni olib qo'ysin. Siz sezmay ham qolasiz. Uchinchi, aktivlar oling. Sizning shaxsiy pensiyangiz ballardan emas, real aktivlardan iborat bo'lishi kerak. 1000 rubl yigildi. Pay fondi yoki obligatsiya oling. Shu 100 rublni ishlashga majbur qiling. Aktiv bu cho'ntagingizga pul soladigan narsa. Qolgan hammasi axlat. Boylik bu qasrlar va yaxtalar emas. Boylik bu siz yiggan aktivlar soni. Boy odam eski mashinada yurishi mumkin, lekin zavodga egalik qiladi. Kambag'al esa kreditdagi yangi mashinada yuradi va bankka tegishli bo'ladi. Siz mayda pul ustidan kulishda davom etishingiz mumkin. Bu sizning tanlovingiz. Lekin matematika sizning fikringizga tupuradi. Vaqt baribir o'tadi. Savol faqat bitta, oxirida nimada qolasiz? Konfet qog'ozlari uyumidami yoki kapital bilanmi? Bugunoq kichikdan boshlang. Men o'zimni guru qilib ko'rsatmayman. Men faqat iqtisodda ko'rayotganlarim haqida gapiraman. Telegram kanalimda qaysi aktivlarni olayotganimni va bu betartiblikda aqlni ham, pulni ham qanday saqlashimni bo'lishaman. U yerda signal ham, infotsiganlik ham yo'q. Faqat sog'lom mantiq falsafasi. Havola tavsifda. Agar bu video seni o'ylantirgan bo'lsa, like bos va kanalga obuna bo'l. Bu algoritmlarga bizga o'xshaganlarni topishga yordam beradi. Kim kambag'al bo'lishni xohlaydi o'zi? Siz bilan Invest Mushuk edi. Yangi videoda ko'rishamiz.